Kibersportning otasi kimligini bilasizmi? Siz laykni ayamang, men sizga hozir aytib beraman. Tanishing, bu Jonathan Vendel. Gamerlar orasida Fatality nomi bilan mashhur. U tarixdagi eng birinchi rasmiy kibersportchi bo'lmasa-da, biroq kibersportda katta daromad qilish mumkinligini isbotlagan ilk super yulduz hisoblanadi. 90-yillarning oxirida hali kibersport tushunchasi endi paydo bo'layotgan paytda u kuniga 14 soatlab tinimsiz mashq qilgan. Natijada Quake, Doom 3, Painkiller kabi jami 5 ta turli xil o'yinda o'nlab marta chempion bo'lgan. Mana shu yerda internetdagi yana bitta mashhur mishmishga aniqlik kiritib ketamiz. U musobaqalarning o'zidan $1 million yutmagan. Turnirlardan topgan jami yutug'i $500 million yaqinlashgan. Lekin uning haqiqiy millionlari o'zining Fatality brendi ostida ishlab chiqarilgan gamerlik qurilmalari savdosidan kelgan. Xullas, zamonaviy kibersportni shu qadar rivojlanishiga aynan Jonathan poydevor qo'ygan desak, mubolag'a bo'lmaydi. U o'yin o'ynash faqat vaqt o'tkazish emas, balki real va juda katta daromad manbai ekanligini butun dunyoga amalda isbotlab bergan. Siz bu afsonaviy o'yinchi haqida eshitganmisiz? Izohlarda albatta yozib keting.